Bismillahirrohmanirrohim. Mahbub payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Akbarali Qobil o'g'li G'iyosiddin Yusuf. Maqsadimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak hayotlarini ishonchli, sodda tilda, yengil uslubda yozilgan ma'lumotlar asosida biroz bo'lsa-da yoritib berish. Bunda e'tibor ul muhtaramning hayotlarida yuz bergan yirik voqealarga qaratiladi va shu bilan birga ul zotning jismi shariflari hamda axloq va odoblari haqida qisqa so'z yuritish, fazilatlari ummonida qatralarni ko'zga surtish ila ul zotni tanishga harakat qilish umidimiz bor. Muqaddima. Alhamdulillahi Robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Har bir davrda ko'plab yozuvchilar Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlariga oid turli hajmdagi kitoblar yozishgan. Bu xizmat hamon davom etib kelmoqda. Ulkan ummondan qimmatbaho toshlar topilmoqda. Hech shubha yo'qki, biz bu maydonda ish ko'rsatish uchun yetarli bilimga ega emasmiz. Shunga qaramay, natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu muborak mavzuda nimadir yozishga bo'lgan xohish qayta uyg'onaverdi. Shoyatki bu amal oxiratda najot topishimizga vosita bo'lsa. Shunday qilib, siyrat mavzusida yozilgan turli tillardagi kitoblardan istifoda olgan holda mo'jaz kitobcha tasnif qilish niyat qilindi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanish yo'lida dastlabki qadamlardan bo'lishini umid qilgan holda Allohning nomi ila ish boshladik. Maqsadimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak hayotlarini ishonchli, sodda tilda, yengil uslubda yozilgan ma'lumotlar asosida biroz bo'lsa-da yoritib berish. Bunda e'tibor ul muhtaramning hayotlarida yuz bergan yirik voqealarga qaratiladi va shu bilan birga ul zotning jismi shariflari hamda axloq va odoblari haqida qisqa so'z yuritish, fazilatlari ummonida qatralarni ko'zga surtish ila ul zotni tanishga harakat qilish umidimiz bor. Bu ishda Alloh subhanahu va taoloning o'zi bizga madadkor bo'lsin. Ushbu ishni faqatgina o'zining roziligi uchun bo'lmog'ini nasib aylasin. Uning natijasini biz istaganimizdan ham xayrli, barakotli va manfaatli qilsin. Xato va kamchiliklarimizni mag'firat aylasin. Siyrat mavzusi keng ko'lamli bo'lganidan kitobni 3 bo'limga bo'lishni ixtiyor etdik. Muhammad alayhissalom madhi va ul zot bilan umumiy tanishuv, nubuvatgacha bo'lgan davr, olamlarga rahmat payg'ambar. Alloh taolo olamlar sarvari Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hayotlari haqida bo'lgan ushbu kitobni kitobxonlar qo'liga yetib borguncha hissa qo'shgan barchadan rozi bo'lsin. Uni o'qib, dunyodagi hidoyatchimiz, oxiratdagi shafoatchimiz bo'lgan zotning hayotlarini o'rganib, u zotdan o'rnak olib, u zotga ergashishni barchamizga nasib aylasin. Va so'nggi duoimiz: hamd olamlarning Robbi Allohga xosdir. Akbarali Qobil o'g'li G'iyosiddin Yusuf.